Uzdul PHP dersiga 46 qism Ajax'tagi RSS o'quvchi. RSS o'quvchi shu RSS manbasi ta'minlangan mazmunlarni batni yengilmay turibla o'qish ishlatildi. Odatda bu cho'ng tipdagi xabar tor bekatlari shu RSS shu o'lchimini qo'llangan tor bekatlar ham shundaqla shu WordPress ustida qurilgan bloglar deymiz. Mushlarning hammasininki RSS manbasi ta'minlangan bo'ldi. Biz buni bir HTML bir JavaScript va bir PHP bet orqali RSS o'qishlarni amalga oshira olamiz. Masalan, bu misol so'zlangan ma'noga qaraydigan bo'lsak, bu Google xabar betininki RSS qismida buningki mavzusi, mazmuni, shuning munosabatli xabarlar, aniki rasm qatorliq uchurlarni xillat ko'rsatadi. Buningki kodi qaraydigan bo'lsak, buning kodi noyatda mana yerda bu Google xabarlari, MSNBC xabarlari qatorliq ikki xabarni tanlash, anikin get RSS JS widgetni singdirish qatorliq bir necha buyruqlar bor. Anikin JS qismida shu Ajax'ni qo'zg'atadigan, obyektlarni qo'zg'atadigan buyruq qismlari, anikin get RSS PHP qismida Google'ninki RSS adresi shu adresdan shuningga munosabatlik uchurlarni mayada bizga RSS uchurini o'qish kod orqali o'qib bizga mayada belgilangan format bo'yicha bizga ko'rsatish degan kodlar mayada belgilandi.